Assalomu alaykum. Monolit frontend haqida gaplashamiz. Ya'ni bundan tashqari mikro frontend bor. Bu bo'laklarga ajratilgan frontend narsasi. Umuman strukturasi va bundan oldingi videolar monorepo va polyrepo haqida bo'lgandi va shu o'rtada chalkashmovchilik bo'lsa aytib o'tmoqchiman. Monolit bilan monorepo ikkovi boshqa narsalar. Bittasi project architecture, ikkinchisi repository architecture. Shunga monorepo repositoriyani bitta ushlash, ya'ni kod baselarni bitta ushlash hisoblanadi. Bitta joyda ushlash, bitta repositoriya ushlash. Monolit bu proyektga qodir, misol uchun frontend bo'lishi mumkin. Hozir biz frontendda gaplashamiz. Monolit frontendni anosi bitta bo'ladi, ya'ni build joyi bitta bo'ladi. Xo'p, mana bu joyda ham endi AI ochib olaman, ya'ni gapirish bir tekisda ketish uchun. Xo'p, umuman qisqa qilib aytganda, просто build bitta bo'ladi deyishimiz mumkin bitta proyekt uchun. Buni qayerdan nima qilishimiz mumkin? Aytaylik, biz qanaqadir package ishlatishimiz mumkin, o'zimizda own library'miz bo'lishi mumkin proyektga aloqador. Lekin oxirida proyektni deploy qilish uchun faqatgina bitta CI/CD yurishga to'g'ri keladi, ya'ni bitta run bo'ladi. Oxirida baribir run knopkasi bitta bo'ladi. Aytaylik, proyekt butunlay o'chib qolganda ham faqatgina bittasini run qilish orqali yo'q qildimi, demak bu monolit hisoblanadi. Umuman olganda faqatgina bitta joyda bitta run bo'lib turadi. Ana shu narsa hisoblanadi. Mana ya'ni mana mikro frontend bu ko'plab run bo'lib turadi. Buni keyingi videolarda ko'ramiz va misollar ham ko'rib ketamiz bu joyda. Shunaqa. Buni nima plyuslari bor deyishimiz mumkin. Buni kichkinaroq proyektlarga, ya'ni kichkina emas, o'rta darajagacha proyektlarda bu yaxshi effekt beradi monolit. Chunki mikro frontendni shaxsan men o'zim aytaman, kichkina proyekt boshlanib turganda, imенно MVP dan boshlab turib proyekt biznes endi oyoqqa turib turganda u mikro frontend qilish kerak emas, chunki juda ham ko'p oladi. Ya'ni nima desa bo'ladi, scaling juda ham sekin bo'ladi, lekin keyinchalik buni update qilish oson bo'ladi mikro frontendda. Monolit tez bitadi va o'rta bizneslar uchun bu juda ham qulay, tezroq o'zgarishlar bo'ladi. Nima desa bo'ladi, umuman kontrol va kichkinaroq jamoa uchun bu juda ham ideal hisoblanadi. Va bu yerda performanslari aytaylik, mikro frontendda endi buni ham qo'shishga to'g'ri kelar ekan. Har xil o'zini turlaridan foydalanish mumkin, boshqacha library frameworklardan foydalanish mumkin. Ularda performansini o'ziga aniq qilish kerak bo'ladi. Lekin mana bu monolitda aytaylik, bitta narsani birorta narsaga o'zgartirish ko'rsatish orqali butun proyektda performansini anchagina yaxshilash mumkin. Texnologiyalar faqat bitta texnologiyadan foydalanadi monolitda. Shunaqa, lekin mana bunaqa yo'l ham bor, ya'ni monolitda faqat bitta texnologiya, har xildan foydalanish imkoni ham bor. Ya'ni librarylarni hisobga olgan holatda butun proyektga run qilmasdan, ya'ni iframe orqali, ya'ni iframe'da ham boshqa joyga kod run qilinadi-yu, lekin bundoq o'ylab qarasa, kodlar bir joyda saqlash mumkin va umuman bitta proyekt orqali run qilish mumkin bo'ladi. Как bizni biznes narsamizga o'xshagan narsa bo'ladi. Mana bu joyda Android va Apple. Shu yerga kirilganda bu yer ichidagi alohida versiya qilingan deb o'ylash mumkin. Yo'q, bu yer prosta HTML, CSS dan tashkil topgan veb-saytni iframe orqali ko'rsatib qo'yilyapti va shu iframe ham mana shu MediaParkda o'zi turadi, ya'ni shu HTML, CSS kodi ham ya'ni source fayllar ichida turadi, shunchaki mana bu yerda iframe ko'rsatiladi. Как бы shunaqa ishlaydi. Oxirida proyekt misol uchun o'chib qoladigan bo'lsa ham, faqatgina bitta proyekt o'chib qoladi va ikkinchi proyekt, uchinchi proyektlar degan narsa yo'q. Lekin mana bu joyga e'tibor qaratishimiz mumkin. Mana bunda ham monolit, media blog va MediaPark monolit yozilgan, lekin ularni bir joyda turishi nima edi, mikro frontend patterniga o'xshash tarzda. Ya'ni buni pattern qilib oladigan bo'lsak, buni bemalol o'zimizga xohlab ana shu narsadan ilhomlangan holatda yozishimiz mumkin. Ya'ni MediaPark/blog qilinganda bu alohida boshqa proyekt ochib beradi. Bu Nginx orqali router o'zgartiriladi. Lekin umuman olganda bitta saytning ichida, bitta proyektning ichida run bo'lib turganga o'xshaydi. Shunaqa. Rahmat. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Rahmat. Salomat bo'ling.